Vaqtning qimmati va vaqt o'g'risi. Vaqt chiroylarga qo'riq, badallarga ojizlik, choch va soqollarga oqliq elib kelish bilan birga ajalni so'rab keladi. Vaqtni to'xtatib qolg'ili bo'lmaydi. İnson qudrati uni orqaga chekindirolmaydi. Mana bu vaqt. Mushu vaqtning o'zi bilim elish, ijod qilish, millati va dini uchun jon qo'ydirish, vatani uchun ishlash, oxiratlik uchun yaxshi amallarni qilish fursatidir. Demak, bu hayotlik musobaqasi uzun musobaqalarga tayyorlangan maydon bo'lib, vaqtni qadrlashni bilganlar va uni chin tutib qilishga tegishli ishlarni vaqtida va mukammal qilish orqali natija yaratish bilan Allohni va xalqini mamnun qila oladiganlar tutib chiqadigan bir musobaqadir. Vaqt hayot, vaqt pul, vaqt ilm, vaqt salomatlik, vaqt fan texnika, vaqt qimmatlik har narsa. Ba'zi shirkatlar oxirgi 1 minutlik vaqt ichida hassilab foydaga erishsa, ba'zisining 1 minut kechikishi vayronligiga sabab bo'ladi. Jiddiy qutqizishga ehtiyojli bo'lgan ba'zi kasallarning davolashga 1 minut kechikishi sababli o'lib ketadiganligi bir reallik. İnsanның qo'lidagi eng qimmatli narsa uning buguni, ya'ni vaqtidir. Vaqt insonning eng cho'ng dasmoyisi. Ahvol bunday ekan, aql egisi bo'lgan inson vaqtning qadrini bilishi, uni behuda o'tkazib o'tmasligi, uni o'zining va boshqalarning manfaati uchun ishlatishni bilishi, shundaqla boshqalarning vaqtini zoya qilib o'tmasligi lozim. Ulgurolmaslik va vaqtida qila olmaslikning sababi. Qandaqla bir ishni vaqtida qila olmaslik, biror vazifani belgilangan vaqtida o'rinday olmaslik va qandaqla bir ishga yoki biror joyga ulgurolmaslikning birla sababi bor. U bo'lsa-mu texi vaqt borgo deb o'zini aldashdir. Hamma ishni eng oxirgi vaqtiga qo'yib oldirab tinab qiladigan odamlar haqiqatan o'zini behuda azoblaydigan ahmoqlardir. Mundaqlarning qilgan ishi hamisha kamtuk cho'lta bo'ladi. Hargizmi g'alabilik bo'lmaydi. Chunki vaqtga rioya qilmaydigan odam har qanday bir ishga vaqtim bor muomalasini qilib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Natijada qiladigan ishini kechiktirib qo'ydi. Boradigan yerga kechikib boradi. Bu arada ko'p iztirob chekidi. Ishini oldirab tinab, chala puchuq qiladi. Ammo vaqtga rioya qiladigan odam har qanday ishni vaqtida ado qiladi. Boradigan yerga vaqtida boradi, iztirob chekmaydi, kechikib qilib aloqa zodi bo'lmaydi. Hamma ishni tamkinlik bilan qiladi. Mundaq odam huzur va xotirjamlik ichida yashaydi. Natija qozonganlar hamisha vaqtning torligidan dardlanadi. Hayotida cho'ng ishlarni qilgan va katta natijalarni yaratgan insonlarning kechirmishlariga qaraydigan bo'lsak, ular hamisha vaqtning torligidan dardlanadi ekan. Bugungi ishni ertaga qo'ymaydi ekan. Chunki ular biladiki, tirishchan odamlar uchun vaqt oltindan qimmatdir. Tirishchan odamlar hamisha vaqtning torligidan dardlanadi va kunduzni kechiga ulug'isi keladi. Ammo bekor talablar uchun kun o'tsa, soat to'shsa bo'ladi. Vaqtning qadrini bilmaganlar hamisha boshqalarning vaqtini o'g'irlaydigan beparvolardir. Vaqt o'g'risi pul-mol o'g'risidan yomondir. Afsuski boshqalarning pul-molni o'g'irlagan odamni kishilar o'g'ri deb aytlaydi. Ammo kishilarning qimmatli vaqtini o'g'irlaydigan beparvolarni hech kim aytmaydi. Hech kim ularni o'g'ri demaydi. Halbuki vaqt o'g'risining qilmishi pul-mol o'g'risining qilmishidan albatta ig'ir va cho'ngdir. Chunki bir odamning vaqtini o'g'irlaganlik uning pul-molini o'g'irlaganlikdan yomondir. Chunki u uning umrini o'g'irlaganlikdir. Soat manchiga deb va'da berib, va'dalashgan joyga vaqtida bormaslik eng qabih axloqsizlik va boshqalarning vaqtini, umrini o'g'irlaganlikdir. Muhim bo'lgani vaqtni sarf qilish emas, vaqtdan foydalanishdir. Vaqtni ma'nisiz sarf qilgan odam uni zoya qilgan bo'ldi, ammo vaqtdan foydalangan odam natija qozonadi. Musulmon odamning hayotida vaqt ibodatdir. Chunki musulmon odam Alloh taologa qulchilik qilish, ya'ni
Allah Taala ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish uchunla bu dunyoda mavjud. Mana bu Allah Taala'nın jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilsin debla yaratdim degan so'zning ma'nosidir. Mufassirlar bu oyatni men jinlarni, insonlarni faqat men ko'rsatgan bo'yicha, men sizib bergan yo'lda mangsun ve men buyurgan bo'yicha yashasin deb yaratdim deganlik bo'ldi deb tafsir qildi. Ama Müslüman emaslarning, xususan g'arbliklarning nazarida vaqt puldur degan falsafa hukm surdi. Bu falsafani Hasan Basri'ning men hayotimda o'zining vaqtini oltin kumushdan qimmatli biladigan kishilarni ko'rdim degan so'ziga selishtirganimizda vaqtning musulmonning hayotida ne kadar qimmatli, ne kadar ahamiyatli ekanligini bilib yetimiz. Chunki oltin kumush zoya bo'lib ketsa, uni ishlab topqili bo'ladi. Ammo ömür zoya bo'lib ketsa, uni qaytirib akelgili bo'lmaydi. Bir bağlam pulunu köydürüp etken adamını kişiler sarang deydi. Əməliyyatda bolsa, özünün vaxtını bihudu işler bilen, uyun tamaşa bilen, akıllık telefon bilen zaya qilib etken adam haqiqiy sarangdır. Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Köpünçe kişiler qadrini bilelmeydiğen iki narsa var. Onun biri tensaqlıqı, yana biri vaqtdır. Tensaqlıqı bilen vaqt ikkisi boğa vaqtda insan közlegen işini qila alaydı. Közlegen menzilge yetalaydı. Eğer muşunun birisila bo'lmay qalsa, insan g'alaba qila olmaydi. Chunki vaqti bo'lib tensaqlıqı bo'lmasa, yana ish qila olmaydi. Tensaqlıqı bo'lib uni vaqti bo'lmasa, vaqt bo'lmagandan keyin yana ish qila olmaydi. Shunga tensaqlık bilan vaqtdan iborat mushu ikki ne'matning qadrini bilish intayin muhimdir.